Hammaga salom. Bu darsimizda Unreal'da render qilgan kanallarimizni qanaqa qilib to'g'ri ishlatishni ko'rib chiqamiz. Hop, birinchi bo'lib After ochib olamiz, After Effects. Renderlarimizni olib chiqib olamiz. Birinchi bo'lib FPS ni tekshirib olamiz, 30 FPS. Precomp qilib olamiz buni. Birinchi bo'lib buni fokusini to'g'rilab olamiz, ya'ni boshida fokus daraxtda bo'lsin-da, keyin uyimizda bo'lsin. Bu uchun ekstraktor tashlab olamiz. Buni Depth kanaliga o'tkazib olamiz. Buni bunday tortadigan bo'lsak, shunda Depth kanalimiz ishlaydi. Xo'p, bunga tint tashlab olamiz. Renderimizni yana tashlab olamiz bu yerga. Adjustment layer tashlab olamiz. Bu yerga yozamiz Depth of Field. Buni Adjustment layer ustiga tashlab olamiz. Bu Depth of Field After Effects o'zida bo'lmaydi. Bu script sizlarga project file berilganda bu fayl ham bo'ladi ichida. Biz bu yerdan depth'imizni ko'rsatib olamiz. Ya'ni mana bu faylimizni pipitkada fokusimiz qayerda bo'lishi kerak, ya'ni mana shu daraxtda bo'lishi kerak. Buni tanlab olamiz. Xo'p, endi radiusini bunday ko'taradigan bo'lsak bo'ldi. Bu orqa fon blur bo'layapti, ya'ni. Bunga animatsiya berib olamiz. Xo'p, ключ qo'yib olamiz. Shu yerga kelganda fokusimiz uyimizda bo'lsin. Shunday xuddi shunaqa kompozitsiya bo'ladi. Bu yerda biz Depth kanali orqali fokusimizni nastroyka qildik. Undan tashqari Depth kanali orqali lumomet qilib, maska qilib kesib olishimiz ham mumkin. Sahnamizdagi qanaqadir bitta sloydan ikkinchi sloy ajratib, Depth kanali orqali kesib olishimiz ham mumkin. Buni qanaqa qilamiz? Xo'p, yangi precomp sozlatib olamiz. Bunga ekstraktor tashlab olamiz yana. Ekstraktor bu o'sha render kanallarimizni ajratib olishimiz uchun kerak bo'ladi. Biz bu yerdan depth'imizni tanlab olamiz. Ключ qo'yib olamiz. Shu yerga kelganda ochilsin. Qo'lni ochilsin. Endi bunga tint tashlab olamiz. Tint oq qora qiladi buni. Renderimizni yana bitta pastga tashlab olamiz. Buni ko'zini o'chirib turamiz paka. Bunga yana ekstraktor tashlab olamiz. Buni lighting kanaliga o'tkazib qo'yamiz. Buni yana bitta duplikat qilib, eng oxirgi sloyimizda effektlarni o'chirib tashlaymiz. Shunda bu o'zimizning renderimiz. Xo'p, bizda bor lighting kanal. Endi mana bu depth orqali o'sha lighting kanalimizni kesib olamiz. Shunda renderimiz bunday sloy bo'lib tagidan chiqib keladi. Tanlab olamiz. Bosib olamiz. Xo'p, buni teskari qiladigan bo'lsak, ya'ni mana bu depth kanali orqali o'sha lighting kanalimizni kesib olaymiz hozir. Xo'p, buni animatsiyasini sal tezlashtirib yuboramiz. Примерно shunaqaroq. Xo'p. Biz qo'shmoqchi emas, endi post process materialdan yasab olgan, ya'ni men bu renderimizni ham qo'shmoqchimiz. Men bu kanalni ham bu yerga qo'shmoqchimiz. Bitta sloy qilib. Uchun nima qilamiz? Buni timingni surib qo'yamiz hozirroq. Misol uchun. Xo'p. Boshidan boshlanmasin-da.
Примерно shu yerdan boshlansin animatsiyasi. Xo'p, bularni hammasini prekomp qilib olamiz bitta, aralashib ketmasligi uchun. Renderimizni bu yoqqa tashlab olamiz va bunga ekstraktor tashlab olamiz. Xo'p, buni tanlab olamiz. Hozir bu yerda maska chizadigan bo'lsak, buni maskamiz kesib olmaydi, chunki bunda ekstraktor hozir borligi uchun buni ham bitta prekomp qilib olamiz birinchi. Bunga maska chizib olamiz. Maskamizga animatsiya berib olamiz. Xo'p, bizda shunda tipa qog'ozda chizilgan effekt bo'lyapti. Bu yoqda lighting kanal, bundoq rangi ko'rinyapti orqasidan. Bu menimcha ancha qiziq bo'ldi. Buni render qilib olamiz, Ctrl M. Xo'p, bu yoqdan quick time o'tkazib qo'yamiz. Xo'p, trillion color. Formati Apple ProRes 444. Xo'p, ovozini o'chirib qo'yamiz. Shot 1. Render bosib olamiz. Xuddi shunaqa effekt. Bu renderimizni oxiriga o'sha kechki paytda renderni ham qo'shishimiz mumkin. Buni montajda qo'yib yuborsak bo'ladi, o'sha muzikani basiga qarab qo'yib yuborsak bo'ladi.